Agar o'tib ketadigan bo'lsa, bu o'lim holatlarigacha olib kelishi mumkin. Vafot etgan holatda o'zimizni shahrimizda eshitdim, guvohi bo'ldim. Boshni yuvdik, sochni quritdik, endi ko'chaga ketsak ham bo'ladi. Shoshmang. Bu xatoni aslo takrorlay ko'rmang. Sababi sovuq kunlarda boshni yuvib ko'chaga chiqish inson salomatligiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Bu gaplarni men emas, shifokorlar ta'kidlamoqda. Mana bunday boshni qurituvchi moslamalar ham o'z samarasini bermaydi. Xo'sh, aslida boshni yuvib sovuq ob-havoga chiqish inson organizmida qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi? Bugun mana shu savollarga shifokorlardan javob olamiz. Salbiy oqibatlardan bittasi migrenni asosiy kuchayishiga olib kelishi mumkin yoki nevralgiya degan kasallikka olib kelishi mumkin yoki otit, ya'ni quloqli shamollashlarga olib kelishi mumkin. Lekin agar o'tib ketadigan bo'lsa, bu o'lim holatlarigacha olib kelishi mumkin. Bundan tashqari boshni yuvib sovuq havoga chiqish uch shoxli nervlarni ham shamollashiga olib kelishi mumkin. Xo'sh, aslida qaysi vaqtlarda boshni yuvish tavsiya etiladi o'zi? Ertalab bosh yuvishni men tavsiya qilmayman. Yuvgandan keyin ham fenda quritdi degani sochni o'zini quritishi mumkin. Lekin tegi, ya'ni miyaning postlar qismini o'sha nimalarni qurita olmaydi. Chunki teri. Xo'sh, yurtdoshlarimiz birgina ushbu xatoning qanday salbiy oqibatlari borligini bilishadimi o'zi? Buni salbiy oqibatlari boshi yallig'lanishga olib keladi. Shu menimcha oxiri meningitga olib borsa kerak. Yaqindagina bir tanishim meningitdan vafot etdi deydi. Biz bilan suhbatda bo'lgan yurtdoshlarimizdan biri. U iliq kunlarda ham chiqib, boshini yuvib chiqqan ekan. Shuni ko'proq trenirovka holatida ekan, ko'proq boshini yuvib, terlab chiqishi natijasida meningit bo'lib qoldi. 16 yoshli bola vafot etdi. Bosh og'rish qattiq, juda kuchli bo'ladi. Boshini ko'tara olmaydigan darajada. Bu o'tlashib ketsa, otit, misol quloqni, misol yiring oqish, u temperatura kuchayib, miyani yonida tegida turgani uchun quloq baribir svyazini bo'ladi. Bir-biri bilan bog'liq. Shunday ekan, siz ham o'z salomatligingizga befarq bo'lmang. Dovudxon G'ulomjonov, Doston Boymatov, Abdurahmon Zaripov, Ovoza informatsion dasturi uchun Toshkent.